Onyx va Tracker'da smart akkumulyator menejment tizimi borligini bilarmidingiz? Keling tushunib olamiz. Yangi akkumulyator qo'ydingiz, lekin mashina o'chib qolyapti. Hammasiga mana shu sensor yoki mos bo'lmagan akkumulyator turi sababchi. Buni batareya menejment tizimi aniqlab oladi. Bu narsa Onyxdan qimmat bo'lgan Gentrada yo'q. Smart menejment bo'lgandan keyin akkumulyatorga u qanaqa zaryadlanayotgani, qanaqa temperatурadaligini ko'rsatib turadigan qanaqadir elektronika tizimi kerak, to'g'rimi? Ayni shu tizim bor. Bu tizim shunaqa aqlliki, batareyani doimiy zaryadlab turish o'rniga ma'lum vaqt zaryad berib, ma'lum vaqt ishlamaydi. Lekin ko'p ustalar uni shunchaki joyidan uzib qo'yishadi. Nimaga? Chunki batareya zaryadsizlanib qolishidan mashina yurmay qolishiga sabab bo'layotgani uchun shunaqa qilishadi. Sensorni joyidan uzib qo'yasiz. Vassalom, akkumulyator doimiy zaryad olib turaveradi. Savol tug'iladi. Datchikni uzib qo'ymasdan muammoni hal qilish iloji bormi? Albatta, akkumulyatorni boshqa turdagisi bilan almashtirish. Masalan, Koreya texnologiyasi asosida ishlab chiqilgan Mansuro akkumulyatorlari bu tizim bilan bemalol mos tushadi. Bozorda bemalol Delcor akkumulyatorlari bilan raqobatlasha oladigan qimmat segmentdagi tovar hisoblanadi. Biz bilan bog'laning.